Biz işleyen videoga qiziqadigan do'stlarning samiga. O'sha yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib, men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avat bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birisi mening vaqtim ketadi, birisi sizlarning videolarni tepishinglar qulay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, mana bu nimani ochgandan keyin YouTube'ni ochgandan keyin YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin mana bu nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izla degan yerga kirib, ismimni yozsanglar da bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi mana to'g'risi. Birisi uyini to'qabdi. Umid degani bossanglar, meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Ben ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun musha jo'g'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda mana bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar, meniki to'rbetim, YouTube to'rbetim ochildi. Bununla dikkat qilsanglar bir qancha sahifa bor. Masalan, eng yangi ishlangan videolar shu to'pida bor. Masalan, Varis muallim bilan ishlangan tarixga oid videolarimiz shu yerda bor. Bununla boshqa temalar aralashib qoladi ba'zida. Onun uchun ko'pchilikning ayrim temalarda biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lish uchun, masalan, tariximizga nazar degan temada maxsus shu Varis muallim bilan ishlagan videolarni mushaga jo'g'lab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davomini desanglar, bossanglar, uni oxiri chiqadi. Hammasi play all degani hammani qo'y deganini bossanglar, shu boshdan tortib, shu birinchi qismini tortib hozirgacha ishlangan qismlar hammasi to'liq qo'yildi. Undan boshqa bizning kanalimizda qani 240 yaqin video bor ki, hammasi degidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida masalan bir inqilobiy hikoyam bor. Masalan, Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan? YouTube'da tarqatmagandik, WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushuni izlab shurganlarmi borki, o'sha qarsanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ammo o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Ve yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy play all hammani anglaydi deganni bossanglar, bütün shu videoni, shu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Onun aslida boshqa masalan eng hozirgacha eng ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalarni temalar bor. Demakki, bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Ondan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, onun yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni ochsangizlar bosh betda ko'ra olasiz biz yangi qo'ygan videolarni. Bizim o köpçülüktenki biz işleyen videolarını görüş kolay buluş için bunu dikin mühim dep qaralgan videolarning hammasini mush kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul bir şeyga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib ovora bo'lmaysiz. Inshaalloh hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmat ko'pchilikka.